10-marta kelishimiz kerak. Toshkentda yegandim oxirgi marta. O'sha Toshkentdagidek ta'mni beradigan. Zo'rmi? Zo'r. Nomer 1. Mana yeb ko'ryapsiz. Juda ham yaxshi. Bizga yoqyapti, ma'qul kelyapti. Ichi adashmovchilik bo'lib, kamroq aytib qo'ygan ekanmiz. Shu bilan tayyorlashga ovora bolalar. Ko'proq o'rtoqlarim kelardi. Men birinchi galda kelishim. Qamiga umuman gap bo'lish mumkin emas. Juda ham mazali. Ko'pchilikga maslahat beraman, kelib bemalol iste'mol qilib ko'rishlarini. Joylar haqida o'zlari aniqroq lokatsiya bersa kerak-ku. Hozir boshqa o'rtoqlarimdan ham fikrini bilib ko'rasiz. Men shoshmasam qolib ketaman. Mana birinchi marta kelishim. Har bir mahsulotga alohida e'tibor berilgan. Ayniqsa souslariga, chesnochniy, ketchupniy, sirniy souslariga gap yo'q, 5-7 mazasi zo'r. Kelishlarini tavsiya qilamiz. Kelib, yeb ko'rib, mehmonga ham olib ketsalar ham bo'ladi, xijolat qilmaydigan narsalar. Zo'rmi? Zo'r. Nomer 1. Bizdan bir 10-marta kelishimiz kerak. Albatta juda ham zo'r KFC. Haqiqatan Toshkentda yegandim oxirgi marta. O'sha Toshkentdagidek ta'mni beradigan. Albatta ham mana paydo Farg'onamizda. Hammaga maslahat beramiz. Kelinglar, meni taniydigan bratanlar, kelaverasizlar, shatamiz. Sizlarga ham kelib ko'ringlar, yeb ko'ringlar, maslahat beramiz. Xizmat ko'rsatish, undan tashqari bolalarning o'zini muomalasi ham gap bo'lish mumkin emas. Manzilimiz o'sha eski issiqxonaning ro'parasida Optim meva bozorida. Gap yo'q.